Bugünkü şam bayanımızın teması adam için en bağlı narsa qaysı? Hazır atab o'tdi da aytamiz. Har kim o'zi uchun neni eng yaxshi ko'rib, eng yaxshi bağlay turgan bo'lsa, o'sha narsa bola adam uchun bağlı deb eslatadi albatta. Boylikni, biylikni, malni misol uchun yo'qsa bir oltin kumush emas yo'q-ku, aqcha va diğer mashinasini yaxshi ko'rgan bor. Ata-enevi, farzandni, bir tug'anmi, do'stlarmi, bularning barlig'i bağlı biroq o'tkinchi narsalar. Barlig'ining mehnati bitib, o'tib ketadigan narsalar. Adam uchun eng bağlı narsa bu vaqt. Vaqt. O'shaning uchun Qur'onda bir asr surasi o'qilyapti. Bu asr vaqti bilan ant degan. Bu shu vaqt bilan ant beryapti. Şu asr vaqti bilan tangning atishi bilan ant degan bor. Shu tangni jarıqchilikning orqasidan kelgan qara tun bilan ant degan yerlar bor. Faqat shu vaqt bilan ko'ncha shu ant aytilyapti. Demak, shu vaqtda adam balası qanday foydalanganligi jönündagi so'raladi. 5 narsa kelganga cheyin, shu 5 narsaning ostini deganda eng birinchilar shu qarliq kelganga cheyin yoshlig'ning qadrini bil deyapti. Biz yoshlikning qadrini bilmay, tantangda yurib o'tkazdik buni, saqsayib qarib o'tirib qoldik hozir. O'rib qolganga cheyin den sog'lig'ning qadrini bil deyapti. Den sog'lig'ini qadrlagan odam o'rib aytganda. Mana endi bayağıda çakşaya geçiyor adam o'rib qolishi mumkin ekan. Bir narsaga band bo'lib qolganga cheyin bo'shliqdan, erkinlikdan qadrini bil deydi. Mana hozirgi mezgilda turli shifoslar misol keltirsak bo'ladi, hali erkindan ajrab qolgan bo'lib qoladi-da. O'shaga cheyin erkinlikdan qadrini o'sha vaqtda yetganda. Tug'anning qadrini orasida yurganda bilasin deganda so'zda. Boyliqning qadrini kambag'al bo'lib qolganga cheyin bil deydi. Boyning moli bir jutliq deb qo'yadi ekan. O boy mollar chirangan bilan bir jut bo'lsa, bir kasal kelsa, tezra qirilib jo'q bo'lib qoladi ekanda. Mana shu bizning o'zning yerlari hozir mana qari yashab turgan yerda shu bizning bir o'g'illarimiz boy, mol batpay şu açıkdan kırılıp bari. Kapalı mı? Hatta yeşil otan da. Şunçalık köp maldan hiç narsa kalmay, bari kırılıp kalgandan keyin o'sha kishi dunyodan o'tganda, shuncha boylikdan hech narsa kalmay, so'shqa metalllar olgan ekanda. O'shaning uchun boylikqa ishlash degandagi turmas, bo'lib o'tirgan narsa ekanda. Qisqasi, Alloh taolo shu vaqt bilan aytyapti, ko'p narsalarni shu vaqtda bayotyapti. Vaqtni bekor o'tkazib yurma. Har bir minut vaqt. O'tgan sayin biz qayerga yaqinlab ketamiz? Bunday O'zga? Jamga yaqinlab ketamiz. Biz qarab aytganmiz. Ertaga kelsa Türkünge seken bana işte bitirse eken buna balav değil o sakin kızız vererek o yetten ne olalım öyle atarız da biz gün etti saat etti ömür etti otar. Ömür etti degen söz bu meraka yakında otar degen sözler. Şunun için vakitte bekar getirmesinden şu boluşunca ibadatlar bilen ötkörüş bu adetlerle jakşı kele turgan narsa eken. Ana şol vakitte qandaydir bir elga foyda bera turgan amallar bilan o'tkazib etgan. Ertaga qiyomat qayim bo'layapti deb turgan bo'lsa, bir ko'chat ekib deb daraxtni. Shunday bekorga qolmayapti. Harun ar-Rashidning mezgilida bir qariya bog'ga o'tayotganda, yana vazirlar bilan keladi, "Ne bo'lasan?" desa, "Shu bog'ga o'taman." O'zing 90 ga chiqib qolsang, bunu memesini sen cesini cevesini dese padişah bizden burunkularını etken bağının memesini cevatağız. Bunu da bizim baldarımız etken de padişah sen akıllı adamı gelsin de bu adamına
altından bir etkende. Hani bayağının altını vergenden ne padişahım gördünüz mü? Yerin ekkeni 2-3 yılda tişim versem, belki derler tişim verdi. Bayağı uykusu gelip dağ verdi ediken de. Padişahım yerin bağı bir yılda bir tişim verse, ben bağım derler 2 tişim verdi ediken de. Yani daha suyla olsa erke vaziret etmiyor. Kulcunda kança alırken bärizdi kakta varatmana görecek var ettirafta. Bugün çağırırken.